Tabu nima? Tabu bu man etish. Tilimizdagi qo'pol, dag'al so'zlar, jumlalar o'rniga yumshoqrog'ini, yengilrog'ini, yoqimlirog'ini qo'llash bu tabu bo'ladi. Masalan, o'ldi degandan ko'ra vafot etdi, bandalik qildi, omonatini topshirdi desa yengilroq qabul qilish imkoniyati bor bo'ladi. Ikkinchi jahon urushi davrida bir xonadonga komissariyatdan odamlar kelib ayolga aytibdi: "Sizning eringiz urushda o'q tegib o'ldi." Boshqa bir joyda esa butunlay boshqacha bo'lgan. O'sha komissariyatdan borishganlar ayolga ta'ziya bildirib, sizning turmush o'rtog'ingiz ona vatan uchun bo'lgan janglarda juda katta mardlik ko'rsatdi va qahramonlarcha halok bo'ldi. Ikkalasida ham bir xil ma'no, lekin yetkazib berish butunlay boshqa. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda o'qib qolaman: boboy, momoy, chol, kampir, qariya deb. Yo'q, bu butunlay noto'g'ri. Bobojon, momo, onaxon deganingiz yaxshi. Ba'zan shu bemalol gapiradigan bo'lib qolyapti hozirgi avlod. Nima emish? Qarib qolibsiz. Qarib qolganligini o'zi ham biladi. Undan ko'ra ulug' yoshda ekansiz. Sizni yoshingizga biz ham yetaylik desa, o'sha qariyani ko'ngli ko'tariladi. Demakki, biz tilimizni yumshoqroq qilib, chiroyliroq qilib ijro etishimiz kerak ekan. Duch kelgan holatda shunaqa bo'maqur gaplarni gapirishimiz kerak yo'q. Ayniqsa kasallarni ko'rgani borganda, voy ranging sarg'ayib ketibdi, voy ancha ozibsan, ko'zlaring kirtayib qopti deyishni keragi yo'q. Tabu deymiz, yolg'on gapni bemalol ishlating. Kechagidan ko'ra anchagina yaxshisan, ko'rinishlaringiz yaxshi, chiroyli bo'lib qolibsiz, mana endi sekin asta tuzalyapsiz desa, kasalning ko'ngli ko'tariladi, tuzalishi tezlashadi. Demak, tilimizda dag'allikni yo'qotishimiz kerak ekan.